Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Changan CS5 Plus avtomobilini nima uchun xarid qilish kerakligini ko'rib chiqamiz. Asosiy xarakteristiklardan avtomobilimizda 1,5 turbina, 180 ot kuchi, shahar ichiga rasxod 7 litrda beradi. Undan tashqari avtomobilimizda 7 pog'onali robot korobka bo'ladi. Bu degani avtomobilimiz tez va ekonomichniy bo'ladi. Salon qismiga kelsak, katta panorama tom. Salonlar ekoko'ja bilan qoplangan. Undan tashqari oldi sideniyamizda ham, orqa sideniyamizda ham isitish funksiyalarimiz mavjud. Undan tashqari avtomobilimizda голосовой управление, 360 gradus kamera va barlarda холодильник. Plus shu 360 gradus kamera ham video registratorda funksiyasini bajaradi. Bu esa juda ham kam avtomobillarda bor. Plus orqalari ham juda ham keng va orqasi tekis ishlangan bo'ladi. Bu juda ham katta plus. 3 kishi bemalol qiynalmasdan yuraveradi. 18 razmerda quyma diskalar. Undan tashqari orqa dizaynlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Eng asosiysi mashinamiz katta, orqalari ham juda ham keng. Orqa sideniyamiz ham juda ham keng, plus bagajiga ham alohida shunaqa keng joy qolgan. Bemalol oilaviy puteshestiyalarga borsanglar bo'ladi. Avtomobilda rullari ham juda ham noodatiy dizaynda ishlangan. Skoroslari har xil rejimlarda harakatlanadi. Avtomobilimizda slipoy zona, adaptivniy kruiz kontrol, polosha ushlaydi, masofa ushlaydi, hamma funksiyalari bor. Avtomobilimiz qiziq bo'lsa, narxi va to'lov turlari qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar yoki qoldirgan telefon raqamiga aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumot beramiz.